Hozir men operani oldiga keldim. Bugun operaga kiramiz. Vizit bor, anaqa qilamiz. Tanishamiz operaning ichi, istoriyasi bilan. Xudo xolasa bugun sizlarni birga o'zim bilan olib kiraman. Tanishamiz. Bugun birinchi marta kiryapman mana. Mana opera. Opera Gaz Lafayette yonida joylashgan. Mana aniqda Zahardan tepaga chiqardik-ku bolalar bilan. O'sha yerga joylashgan. Agar vaqtim bo'lsa o'sha yerga ham chiqaman. Salom hammaga. Yaxshimisizlar? Yaxshimisizlarmi? Hozir men mana Lafayette'ga keldim. Hozir sal kutaman gruppam yig'ilishini. Qaranglar, qanaqa it, taram. Magnifique. Juda chiroyli joylar. Hozir anaqaga kiramiz. Muzeyga kiramiz gruppam bilan. Hozir men bu yoqlarni aylanib yuraman. Shunaqa. Bu yoqda oxirgi marta men bu yoqqa yozda kelgandim. Lolochka bilan, oila bilan. Hozir endi gruppamni kutyapman. Mana hozir kiyinishimni ko'rsataman. Mana men bugun operaga kirishga shunaqa kiyindim. Endi jam unaqa dress code. Pardon. Shunaqangi chiroyli. Bu yoqqa kelsa odam haqiqiy mana shu Parijga kelgandek odam o'zini his qiladi. Bu yoqda yashaymiz uchun har kun ish, o'qish, uy aylanib qolamiz, lekin shu magazinlarni ko'rsak, hamma mamlaqa brendlarni, hamma narsa faqat toza. Shunga bu yoqqa kelgandan keyin mana Louis Vuitton, Guerlain, Dior hozirda faqat anaqa qilmadim, videoga olmadim. Mana bu Chanel, Gucci bor ekan, Gucciga kirdim. Shunaqa joylar hozir. Hozir endi operani ko'ramiz. Hozir o'sha chiqib ketishni boshlayman sekin. Chunki hozir yetib borishim kerak, aylanib joyini topganimcha o'sha vaqt ketadi. Shunga hozir o'sha sekin chiqishni boshlayman Lafayette'dan. Ozgina Parijski atmosfera bilan sizlarni tanishtiraman. Havo sovuq. Hozir где-то 12 daraja yozgan, lekin 12 emas, 9. Men operaga kiryapman. Yubka kiyib chiqqanman, o'zi unaqa kiymasdim. Faqat shimda yurardim ko'pinchalik. Juda ham sog'ayapman. Ichkariga kirdim, magazinlarni ko'rdim Lafayette'da. Ko'pam kameraga olishga sal uyaldim. Hali ham menda o'sha anaqa bor. Kameraga olishga borgan joylarimda kameraga olib yurishga sal uyalaman, tortinaman, chunki odamlar qarashni boshlaydi. Bunaqa qarashni boshlaydi sotuvchilar. O'shanga odam ko'p. Kimdir xohlaydi tushib qolishni, kimdir xohlamaydi. Shunga ham unaqa ham qo'polmayman. Ovqatlanish nechidan nechigacha yozibdi. Parijda har doimgidek ko'p yo'llar mamlaqa yopiq. Anaqa ishlari olib boriladi. Mana
ketishimda Sephoraga ham kirib chiqamiz. Xudo xolasa ko'ramiz. Mana bu brenddan rosa zo'r. Lola brendi. Uni internetda skidka narxida topish mumkin. Oddiy o'zim narxidan 4 qimmatroq. Chunki Lafayette yonida bo'lgani uchun. Ana Eyfelni uch ko'rinmayapti. Boshqa narsa ekan. Mashta ko'rishamiz kursdoshlarimiz bilan. Opera lestnitsasining yonida metrodan chiqqandan deb yozgan. Hozir o'zimning gruppamni topaman. O'zim men voqli chiqmoqchi edim. Xo'jayinligim aytdim voqli chiqaman. Chiqib aylanib kofe ichib o'tiraman deb. Qatta har doimgidek bolalarni maktabga bog'chaga qo'yib erindim. Voqli chiqishga yarim soat qolganda chiqdim. To ulgurdim Lafayette'ga kirishga, aylanib chiqishga. Mana men bu metroda keldim. Opera metrosida. Mana biz hozir ichkariga kirdik. Operaning ichida biza. Mana naushniklar berishdi bizga. Eshitish uchun hammani to'g'ri men bu gid aytib bersa, biza to'g'ri tushunib eshitishimiz uchun. S'il se retourne, il risque de lui arriver des choses pas très agréables. Et malheureusement, Orphée s'y retourne et Eurydice reste aux enfers. Et donc, c'est les pleurs d'Orphée, etc. Hein, c'est un des premiers drames mis en musique. Alors, je vais essayer de vous faire écouter avec le micro, le truc. Je vous fais écouter le début. Alors, dans tous les opéras, vous avez toujours une ouverture qui n'est pas chantée. Quand vous entrez à l'opéra, tout le monde est dans la salle, s'assied, le rideau est fermé et l'orchestre qui est dans la fosse, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, l'orchestre commence à jouer et vous met en scène tout l'opéra, toute l'ambiance de l'opéra à travers un morceau qui est uniquement instrumental, il n'y a pas de voix. Alors je vais essayer de vous faire écouter, si j'y arrive, l'ouverture de l'Orphée de Monteverdi. Non, pardon, il faut que je règle. Ça devrait marcher, vous me dites si vous l'entendez parce que voilà l'ouverture de l'Orfeo de Monteverdi. Vous allez voir, ça marche. Voilà, ça fait très
très pompeux, très royal, c'était le début du XVIe siècle. Je fais profiter tout le monde. Uniquement orchestral, mais on vous met en scène le début de l'opéra, on écoute en fait. Puis le rideau va s'ouvrir et l'opéra va commencer avec des chants. C'est très royal, c'est une espèce de marche militaire en fait. Je vous fais écouter, alors là on était en Italie, je vois un petit peu en France, on est aussi très intéressé par cet art nouveau. La flûte enchantée, avec deux il y a des répétitions, au premier balcon à l'entrée, elle était là-bas, elle a pris 32 champagne. C'était champagne à volonté. Plafond doré. On se croirait à Istanbul en fait. et on appelle cette salle la salle des pierres précieuses, vous voyez, avec un... On va se rassembler. Et après, vous avez la salamandre. Qu'est-ce que vous avez la salamandre? C'est le symbole d'un quoi? Tu vas faire des photos Parce que donc normalement vous avez des statues vous voyez ces statues-là. Elles représentent une forme de lumière. Si, dans les rôles de Carmen. Je ne sais pas s'ils ont fait le lien. Ah oui, t'as raison, Carmen. kostyumlarni qanaqa kiyishgani, qanaqa kostyumlar kiyishgani. Har bir asrda
o'ynaydiganlari. Hozir bibliotekasida biza. Bibliotekasiga keldik. Operani bibliotekasi. Necha asrlik kitoblar. Magnifique. Возле фортепиано, да? А, сюда нельзя, да. Mana bugungi vizitlarimiz ham tugadi. Endi uyga ketyapman. Juda ham xursandman. Xudoga shukr, kunim juda ham zo'r o'tdi. Sizlarga ham yoqdi degan umiddaman. Olgan videolarim.